أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الوديعة. وديعة يعني قوان أمانات. ودع دين ترك أمانة. اصطلاحا المال الموضوع عند أجنبي لحفظه. يتبر أمن قلغا سقلشقة تبشر باقين مال. وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام الوديعة. مش وديعة بلمدا أساسا وديعة أحكامه تورلق توختلغم مسألة فقهاء أطرد مشهور dedi. Köp kısmı fuqaha o'tirib mashhur bo'lib ketgan masalalar yoki mashhur bo'lgan masalalarning ko'p qismi shu vadiyani ahkamida bo'ladi. Arkan va uning shartlari to'g'riliq emas demoqchi. فمنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة. اتفاق bo'lgan o'rinning birisi bu vadiya degan yani amonat hisoblanadi. Yani birisining qo'lida mol-mulkini qashlab tutuvson saqlab pasliq amonat. La madmuna. Zayalar qilsa to'lanmaydigan. Yani to'lash kelmaydigan shunda amonat hukmini oladi deydi. Innalloha ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha va idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. An tu'addu al-amanati ila ahliha. Amonatni egasiga qaytarishinglarni buyuruydi degan ekan. Yana oyatda falyu'addillati tuna amanatahu degan bo'lgan ekan. Mush vadiya hozir amonat deb qaramoqchi ekan. Yo'q, to'lamaydi degan. Esi qaytarishlar demoqchi. Bundan to'laydiganga chiqmaydi. Illa bi ta'addi degan gap bo'ldi. Alloh undan qaramay, undan saqlamay, beparvolik qilib, yetishiga buzilishga sabab bo'lib qolsa to'laydi. Bundan amonat bo'ladi mush vadiya debdi. إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقط لم عمر بن الخطاب رضي الله عنه دن تليدو ديندك برواقالك بوغان. يعني بو حضرت أنس رضي الله عنه عشان أمانة تكون شرطة بپرواز قلب جتروت كان يا يختوت كان أهولتا تلتوت كان. مجنا برواقالك روايات كنت كان. قال المالكيون والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد. مش وديعنا أمانة كالكنا دليلة الله تعالى أمانتنا إجسي قايترش بيرغان قواتش بيرمغان دعوان كان فوجب أن يصدق في المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه المودع. أن يصدق المستودع دليل سنقول في بعض في أرض كامل كده. أن يصدق المستودع. مستودع عزل أمان سقله وتشكشه. أمان سقله وتشكشه. أمان خاطر بعدين دب ترواسا بدون جيبه شنش لازم. مع يمينه قسم ولم بالله. والله من يندر بعدين أماننا خاطر بعدين تبشر بعدين بس شنش لازم. إن كذبها المودع. Bu qasam chiqqanda holda amonat qo'yuvchi yo'qmi? Ammudim sandan deb. Yolg'on gap qildingmi? Ammudim sandan topshirib berganman deb turasa, qasam chiqib turib topshirib bergan desa, biz bo'ldi shunga ishonsak bo'ldi. Qasamning gap qildim, shuni da'vo qildim chiqib. Amonat egisini da'vogar qildi. Yaqinni ba, deb talab qiluvchi. Yo'q, haqqim yo'q, menda deb inkor qildi. قالوا إلا أن يدفعها إليه ببينة. يعني مالك ماذا تكلمته؟ فقط لما شو أمانتنا ترى وجهة لنا يا قوالته يا وجهة الزروب عشان ده تبشرب بعدين بوسا من ده هذا فإنه لا يكون القول قوله. بوشردا وأمانة سقلا عدمنا شو زي سبب ما يدو أمانة كل وجهة سبب ده. قالوا لأنه إذا دفعها إليه ببينة. Çünkü ayında bir gualte bir delil paktilen hüccet yazdırıp tavşirip bergen bu zamanına فَكَأَنَّهُ اِتَمَنَهُ عَلَى حِفْدِهَا. Xuddi o saqlab berishga ishini buni. Saqlab berishiga ishinibdi.
ولم يأت منه على ردها qaytirib berdim bugünge işlenmediğim dekini nangi şu hüccet bilen nokulda topşirib berdi lekin saklasa obdan saklab turdi deb lekin qaytirib berdim deb turilishi mumkin qaytirib bermay deb shuni hüccet o'zdiribdi undan u qaytirib bergan joyda qanday qilganda hüccet bilan qaytirib berdi manda qutulagan bo'ldi dedi fayusaddaqu fi talafiha undan keyin saqlash jarayoni buzilib ketdi deb qalsa biz uni saqlashi ishlangan ekan bu gapga ishonamiz wala yusaddaqu ala radda lekin izi qaytirib berdi desa ishonmaymiz uni faqat hujjatlar ya guvohlar uni qaytirib bergan bo'lsa hisob bo'ldi hada wal mashhur an Malik va ashabihi bunda ayrish imom Malikning mashhur qilishi ekan وقد قيل عن ابن القاسم إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينه دل فاكتلا hujjatlab bergan bo'lsa shu amonat saqlovchining so'zi hisob degan qarashma rivoyat qilindi bu imom Malikning mashhur qarashining muqobildagi qarash va bihi qala Shafi'i va Abu Hanifa imom Shafi'i va Abu Hanifa mush qarashni ya'ni jumhurning qarashi shu ya'ni u bayni bilan basun bayni sizlasin o'xshash degan qarash jumhurning qarashi va huwa al-qiyas qiyasga to'g'ri keldigini mush qarash shu magadir buni iborat bir xil tarjih ma'lum o'g'il qiyasgina uni rasmiy qilib gap ma'lum endi o'lchamga to'shilgan qiyas tushadigan gap shu deydi لأنه لا فرق بين التلف ودعوى الرد chunki buzib ketdi deb turilish bilan men yondirib bergandan deb turilishdan o'rtada farq yo'q la farq la degan so'z la deb so'z yoki lani yozsa nima bo'ldi لأنه يعني إمام مالك فرق بين التلف ودعوى الرد ikkisini ayirdi dedi amaliyotda ikkisi o'xshash bo'lishi kerak deyapsa lekin imom Malik buni ayirib turib oldi ayirmaslik kerak de jumhurning kerak desak bo'ldi ya'ni لأنه لا فرق desak bo'ldi لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد desak bo'ldi sizga la farqmi ya la deganda sama to'g'ri chiqadi qiyas ikkisi o'xshash chiqadi endi qiyas qilib kelgan olim kim imom Malik ma'lumki imom Malik لأنه imom Malik farraqa baynal mutamathilayn asli o'xshash bo'lishi kerakda bu baka ayirdi mundasunda va yab'udu an tantaqidal amanatu yani amonat bu cho'lib ketishi ijroqdir yani bundan qo'lni berganda amonat bitta amonat emas bitta amonatda Bundan men topshirib berdim desa, sen ishini berganmi, men ishini bergan. Qaytirib bergandan keyin ishlanmaysan sen. Yani amonatdan hozir boshqa narsa o'tkazib ketganda ahvol bo'ldi. Bu ijro. Ve hada fi men dafa al-amanata ila al-yad allati dafa'atha ilayhi. Yani yuqorqi ahvol kim amonatni bergan bo'lsa, igisiga topshirgan ahvol shunday. Men igisiga qaytirib berdim desa, ishlandoq jumhur ishimizdir. İmam Malik ya ispatıdan bergan bo'lsa ishonmaymiz. Jumhur ispatıdan bersin, ispatsiz topshirib bergan bo'lsin, keyin qaytirib berdim deb turib olsa ishlaymiz degan. Yani o'sha ishini hozir osh igisiga qaytirib bergan ahvolda shunday yuqoridek. Wa amma man dafa'a ila ghayri al-yad allati dafa'atha amonatni bergan igisiga bermay boshqa bir odamga berib haqni amonatini boshqa bir odamga berdim desa unda bo'ldi fa alayhi ma ala wali al-yatim min al-ishhad inda malikin wa illa yadman guvohlik kerak edi xuddi wali al-yatim yetim cho'g'onikan balog'at ketganidan qo'liga topshirgan chog'da guvohlik beranglar asosan guvohlik berishi kerak bo'lgandek mush ahvoldimi amonat qo'ygan malni amonat qo'yuvchilar emas boshqa bir odamga bergan ahvolda guvohlik chiqadi. Uni topshirmasa bakardim bak falonni bir qo'yamdimsa boshqa odamning malni amonatni boshqa odam nima uchun berdi? Amonat bergan bolasi topshirib bergan. Endi o'ylab ketib qolsa raskollar bo'lish kerak. Hozir ma'u igisi ba ahvolda boshqa odamga berganini ko'rsatdi. Çünkü İmam Malik qiyas qilib velil yetimga pulni bergan chog'da guvohlik kerakda undan keyin o'sha ahvolda guvohlik lozim deb.
veliyetim işat kılışmasızda Allah Teala anlatıyor. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَاِنْ أَنْكَرَ الْقَابِلُ الْقَبْضَ Kolu tapşıp algan. Aşamayla tapşıp aldı birisi. Yark bir adam aldı. Ama dinlep durasyon فَلَا يُصَدَّقُ الْمُسْتَوْدَعِ O çağda o emanet saklağı adamın sözü hesap olmayacak. فِدَّفْعِ Ben bədim degen sözde onunla işlenmeyemez. İnde malikim ashabi illa bibeyin. Bakalım guvaç bolsa, işaret kılan bolsa, hüccet alan bolsa meyli. Bu misal işlenmeyecek olmayı. وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُتَخَرَّجُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَارِكِ Manda mı deyiliptir? Mezhebin bazı meselelerdeki tutkan karışığı asasen. Manda süzüp hüküm çıkarsak aşağıya beyine bulmasını işensek bulduğu yenge çıkıp kalır dedi. Bu şey yakın kıldan meselelerde şundarak netice çıkılgan gep diyen boğan iken biz aşında tahriş bakışımız mümkün değiliptir. Ve sevaun ande malikin emara sahibul vedi'ati bidef'aha ilellezî defa'aha ev lem ye'mur. Aşu başka yerden bağlı yatırım gel. Malın egisi aşağıya birip koyan diyen bolsun, birip koyan diyen bolsun. Okşaş dedi İmam Malik. Yani menin ıslıldaki amanatını falanı birip koysla diyen bolsun yani guvatı kırışlar. وقال أبو حنيفة إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه. Falanı birin diyente men şu birin diyedim ibadetim dapturvasa şu aman saklıqçının sözü hesap tuttu. فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة kolu tapşırıp bəgen deyilgen kişi aşırma ağamtem de iqrar qılsa yani إذا كان غير المودع yani غير المودع degene amanat qoyğuçunun özü tapşırıp almay baş bir yat bir adam tapşırıp algandan keyin men tapşırıp algan zade de iqrar qılsa وَدَّعَ تَلَفْ Tapşırıp ağamtım lekin bizi bitip kaldı dep turvasa فَلَا يَخْلُ اَيَكُنَ الْمُسْتَوْدَعُ دَفَعَهَا اِلَيْهِ اَمَانَةً Bundan kim ya da amanet salgan kişi üçüncü bir şahsga amanetni berişe iki ihtimaldan xalayamaz. Birincisi bunun amanet dep bergen bo'lishi mumkin ve huwa vakilul mustawda'i bundan kim amanet dep bersa amanet saqlovchininki vakildek bo'ldi deydi. Şu o'rnida saqlab qo'ygan adam. Ev ila dimmatin yoki bir yadinga atib qo'ygan qarzdek bergan bo'lishi mumkin. Uchinchi shaxs. Fa in kana al-qabid aminan, yani ashqulni qo'ygan adam uchinchi shaxs. Ishonchli adam bo'lsa, faqtulifa fi zalika qawl ibn al-Qasim faqala marra. Ibn Qasim har xil gap qildi bu masalada. Ba'zida yabra'u ad-dafi'u bi tasdiq al-qabid. Şeyh olgan ekan bu ras aytdi desa u bagichi bundan saqqutilib ketdi deydi. Yani ama saqlovchi ashadamga bergan chaqda siz nima uchun uchinchi shaxsga badana to'laysiz deb turib olgan. Unda qo'lga topshirib olgan uchinchi shaxs ishonchli olgan ekan biz ashuna ishonsak bo'ldi bu. Ama saqlagan kishi saqqutilib ketdi. Wa takunu musibatu min al-amir al-vakil bil-qabd. Uçar ziyan kimga bo'ldi? Qanday vakili bo'ldi? Malning asli o'zgarib turgan bo'ldi. Yani üçüncü şahsın sizni topshirib olib qo'yishlar deb buyurgan kishiga ziyon bo'ldi. Yani malning egasiga ziyon bo'ldi demoqchimi? Va marratan qala la yabra'u ad-dafi'u illa bi iqamati al-bayyinati 'ala ad-daf'a. Ba'da menga isbot eklarsa andan qutuladi man saqlagan kishi. أو يأتي القابض بالمال ياكي من تبشروا آدم أما مش أغانتم أكيد باسا وميلا وأما إن دفع إلى ذمة أن قرض دباغن بوسو أمانة دباماي مثل يقول رجل للذي عنده الوديعة ادفعها إلي سلفا أمانة سقلان كشيغا فلان نصلك أمانتنا ما تاجر بتوسلا لبتو أو تسلفا في سلعة ياكي من دا بتوارغا pul o'tkazib qo'yib mana baslar men sizga tovar beray hozir shu pulni bagash tuslar degan bo'lsa va shunga o'xshash gap degan bo'lsa fa in kana dimmatu qa'imatan bari'a ad-dafi'u fil madhhabi min g'ayri khilaf in kana dimma qa'ima degan shu odam saq bo'lsa shu odam topqili bo'ldigan saq bo'lsa bergan kishi Maliki mazhabda ixtilof yo'q buningda
u saqib ketdi, mas'uliyatdan qutuldi dedi. Chunki bu qarz bo'lgan, madmun bergan bo'lsa. Ya'ni bu zayi qilotmadi. Bizning gardinda og'ilgan shaklda bor demoqchi. Va in kanat zimmatu kharibatan fa qawlan. Endi bu topshirib olgan uchinchi shaxs o'lib ketgan bo'lsa yoki yo'qolib ketgan bo'lsa, xarob bo'lib ketgan bo'lsa, buning zimmati ikki xil qarash bor. Yani bari'a lam yabra degan. والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه. Şu şey اختلاف bo'ldiysa, buning sababi amanet degan so'zning o'zi da'vogarning da'vosini kuchaytirdi dedi. Shundan qasam bilan o'zining so'zi najillik chiqdi dedi. Hozir bu davul muddai kim ashadimga ba'dim deganim bu aman saqlovchi. Faman shabbaha amanata alladhi amarahu al-muddi'u ay yadfa'a ilayhi. Uchinchi shaxs bahslangan bo'lsa, uchinchi shaxsning omonatini, ya'ni uchinchi shaxsning vakil deydi. Bi amanatil mudda'i indahu. Mudda'i indahu degan mustawda degan shu. Ya'ni omonat saqlayotgan kishining omonatiga o'xshash deb qarab, Silmi o'xshash buni o'xshash. Silning qo'llaridagi amonatni aning baslarida, ma'ning qo'lini aning qo'liga yetkazmoqchi bo'lgan deb ikkisini amonatni o'xshash deb qarasa, qala yakunul qawluhu fi da'wahu talaf ka da'wal mustawda'i indahu. Nonkan shu uchinchi shaxs qo'lga topshirib bo'lgandan keyin topshirib olgan tilab qiraqlab kim buzib ketgan, yo'qolib ketdi bu narsa deb turasa, uning so'ziga o'xshash shu aman saqlagan kishining so'ziga o'xshash hisob qildi. Chunki u o'xshash aminadam demoqchi. Va mara'a anna tilka al-amanata ad'af. Endi ba'zilar yo'q bu uchinchi shaxsningki, shu vakilning amonati sal ojizroq, malni saqlagan odamning amonati kuchli deb qarasa, qala la yabra'u ad-dafi'u bi tasdiq al-qabil ma'a da'wa at-talaf. Qo'lga topshirib olgan uchinchi shaxs, qo'lga topshirib olganligini uni ishinib keyin zoya olib ketdi deb turgan ahvolda u amonat saqlagan, ya'ni ikkinchi shaxs u to'lamdan qutlanmaydi, to'laydi demoqchi. Amonat saqlovchi to'laydi. Va mar'a al-ma'mura bi manzilati al-amir. Buyurilgan kishi, buyuruvchilar o'xshaysa ma'mur degan amonat saqlagan kishi, amir amonat bergan kishi. Bu ikkisi o'xshash deb qarasa, qala al-qawlu قول الدافع للمأمور. مأمور degan hozir kim? Uchinchi shaxs vakilmi? Vakil hozir shu mal egasining o'rnida deb qaraganlar. Al-qawlu qawlu ad-dafi' lil-ma'mur. Amonat saqlovchining so'zi esa al-ma'mur hozir vakil. Ad-dafi' lil-ma'mur al-mustawda'. Amonat saqlagan kishi. Shuning so'zi esa kama kana al-qawlu qawluhu ma'a al-amir. Xuddi amonat saqlashga amonatning egasi bilan ikkisi ixtiloflashib qolgan chog'da amonat saqlovchini hisob qilib turib, navoikan ma'nosini vakilga qarata, vakilningki o'rnida deb qarasa, amirning o'rnida. Uchinchi shaxs qaratami o'sha amonat saqlovchining so'zi hisob qildi debdi. Va huwa madhhab Abi Hanifa. Bu imom Abu Hanifaning qarashi. Demak, shu amonat saqlovchining so'zi hisob, shuning davomli bo'ldi demoqchi. Va mar'a annahu ad'afa minhu qala ad-dafi'u daminun. Ba'zilar yo'q uningdan ojizdi deb qarasa, kimni ojizladi hozir? Uchinchi shaxs amonat saqlagan kishining ojiz deb qarasa, qala ad-dafi'u damin. Uningga bergan kishi to'laydi. Chunki o'zidan amonat tutgan bir kishi tutqizdi uni demoqchi. Illa an yuhdira al-qabidul mal. Faqat lam qo'lga topshirib olgan uchinchi shaxs shu malni agilab mana mallar desa, o'sha to'lamaydi. Bu mustolaydi debdi. Va idza awda'aha bi shart ad-daman. Endi amonatni sizga qo'ydim. Lekin ishtirasini to'laylar deb menda bergan bo'lsa, siz amonat deganni to'laydigan shu. Ma amonat ishtirasini to'laylar desa, fa jumhur ala annahu la yadman. Unda desimi to'lamaydi. Chunki bu shart hozir batil. Hisob qilmaydi. Chunki bu hamda
Ortiqcha unda deyilishni bor edi. Ortiq shart qilib olgandek. Qamlashmagan shart deylar buni. Va qala al-ghayr yadman. Ba'zi olimlar to'laydi debdi. Ko'pchilik olimlar to'lamaydi debdi. وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى. عموما قلب إسا yuqoridan xulosa qilsak, ammonat saqlagan kishi ashinasini buzilishini sabab qilib, yo obdan saqlamaydi, yo tashlab qo'yib, buzib ketib bunda yo'qotsa to'laydi. Buzilishini sabab qilgan holda to'lamaydi. Va yaxtalifuna fi ashya. Ular bir qancha narsada ixtiloflashib qoldi deydi olimlar. Hal yata'addin am laysa bita'addin? Ashu ixtiloflashgan narsa, ba'zi narsalar bu ta'addi hisoblanmadi, ta'addi hisoblanmadi deb shuni qaysi turga ayirishda ixtiloflashib qoldi. Kamin masailihim al-mashhura fi hada al-bab idha anfaqa al-wadi'ata thumma radda mithlaha. Amanatni xizmatida, yani saqlayotgan amanatni xizmatida ya ishlatib shu o'xshishini saqlayapti amanat. أو أخرجها لنفقته ثم ردها ياكي خزايدا بيشتايدا أشخبه كي إشتما يندرب يبطه. فقال مالك يسقط عنه الضمان بحاله يسقط عنه الضمان بحاله زك من ده أهوالدا Tülem çıkıyordu yani yandırıp bağlanırken tülemaydı deydi. Cahil sap koydu. Kellam tekun. Hiç de aşkımanlık. Ya bir haletinde misle idaraddaha. Xuddi açıqlan yana cahil sap koyğanga o'xshash hajirtib o'rniga yana saqlab qo'ysimi tülemaydi deb imomlar. Wa qala Abu Hanifa in raddaha bi'ayniha qabla an yunfiqaha lam yadman. Hajmaylam ya bu cevap koydu gönderip koysa tülemaydı. Ve in radda mitlaha dama. Ona hizmetip o'xshagan narsani ekib koysa tüleydi debdi. Hem tülesi vardı. Aşı o'xshini tilar. Nada? Belki qimmatini tüleydi deyishim. O'xshini emas qimmatini. Şu farkı olsun. Ve in radda mitlaha damina. Damina al-qiyma. Yani o'xshab olgandan farq olmasa, shu o'xshini bas bo'lar. Va qala Abdul Malik va Shafi'i, va Abdul Malik ibn Majshum bo'lishi mumkin. Va Imom Shafi'i dedi, yadmanu fil wajhayn jami'an. Demakki xayzatda o'rniga qo'yib qo'ysin. Yoki xayzatda ashqab, xayzatdan yandirib akab qo'ysin, ishga haqli to'laydi debdi. Faman ghallada al-amra dammanahu iyyaha bi tahrikiha mana غلط الأمر ضمنه إياها. Bu nazik mesele bu. Amanet yani şunda zatı caydın mediltib. Ya kuyan kılış ağır iş bu da bunda. Tagliz bilen qaragalla. Şunda ondan mediltişilan tüleydi o da turuldu dedi. Bir tahriki hemen. Ve niyet istinfaqiha. Hecley diyen bir niyetinden şunda mediltib qaslam o tüleydi o da turuldu. ومن رخص sel kenkshadirek yol tutup heclenmeyenliken ondan sapıganlıken dese lem yudamminha idha aada mislaha o'xshini ondan saplab qo'yganliken to'lamaydi deb qaradi. Endi Imom Malikning shu ondan saplab qo'yish to'lamaydi degan shu nimadan buzib ketgan yoki yo'qolib ketgan degan onasi bir almashtirgan bo'lg'achqa Cim saklamaya bunu onun medilat kozuldu. Ve min ihtilafun fi seferi biha. Yani aşağı amanetine birlikte elip konuşmasınız. Bir şey seferi çıkması birlikte götüremez. فقال مالك ليس له أن يسافر بها إلا أن تعطى له في سفر. سفر قلوات كن سفر باليوم بوسه سفر قلودور. Lekin muqim holatda bo'lgan bo'lsa, uni ko'tarib safarga chiqmaydi dedi Imom Malik. Chunki safar degan xatarga yo'l qo'ygan ish. Va qala Abu Hanifa lahu an yusafira biha idha kana at-tariq aminan. Yo'l xotirjam bo'lsa safar qilsa bo'ladi. Va lam yanhahu sahibul wadi'a. Aman egisi safar
gelip çıkmışlar da tosmağanla olsa, yol hatıcan olsa bildirilip mansub olur. İmam Ahmed'in müşkaraşta. ومنها أنه ليس للمودع عنده يعني مودع عنده diyen amana saklavattan kişi en yuda'l veda gayrehu min gayrihi. Amanada özü saklamayı başkasına amanet taslim olmaydı. Amanet saklavatlardan özü saklamayı onu yani güzelinge amanet saklavatlardan taslim olmaydı. Özürsiz onda başkalarının yüklesi olmaydı. فَاِنْ فَعَلَ دَمِنَهِ eğer başkalarına tutup koysa, hiç tüketip varsa töleydi o. وقال أبو حنيفة إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن. Men تلزمه نفقته diyen ayağılaya versin, balçaklara diyendi. Nefkatı vacip olan yakın tukallarının teşhiri koyup koysa tülemeydi. Kudan da amanet bazı adetten ayağına oturma amanet özellikle planlar falan amaneti de bir dua. Mujna gelmiyorsun. Ya balısta balanma amanetini öyle yapacağım. Yani kim o amanet şu uzaklığında geçmekçi. لأنه شبهه بأهل بيته. Şu nefakatı vacip olan kişi şu ehl-i beyt oldu. Tamam. وعند مالك له أن يستودع ما أودع عنده عياله الذين يأمنهم. عنده dedi. Yani özüge amanet kılgan narsini özü hatırcam bolduğun balçaklarının kolga amanet koysu buldu. عنده desek mi oldu ki? وعند مالك له أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم. Özge amanet tapşırılgan narsini özü hatırcam bulduğun balçaklarının kışta amanet koysu buldu. وهو تحت غلقه. Tahta galaqayı degan u özünün uyunun içinden bo'lsa demek tahta galaq. Az galaq degan bu taqaydigan narsa, qulub mesela yoki shunda taqaydigan narsa. Tahta galaqayı degan shu odamlar billa o'tirib ana ishni taqaydigan, shu uyda turadigan bo'lsa demakchi. Shu bir darvozaning ichida bo'lsa deydi. Bir darvozaning ichida, bir uyning ichida turadigan odam bo'lsa, masalan, zavj ayali yoki ayol bo'lgan bo'lsa eri zavj degan ikki ishlaydi. Avvalat yoki o'g'li, av ama yoki dediki, av man ashbahahum. Bu asosan Imom Abu Hanifadan yaqin kim. Tamam? Ve bil cümleti fe indel cemi' ennehu yecibu aleyhi en yahfazaha mimma jarat bihi adetun nas en tuhfaza amwaluhum. Bak adette mal mülkü qanday qo'llaydigan bo'lsa, o'sha amonatni shunday qo'yishi lozim. Demak, hozir asosiy ulamolar boshqa odamga amonat qo'yib bo'lmaydi, yot odamga. Imom Abu Hanifadan Malik o'zining uydagi balchaqalari shuning basimi o'chada o'z saqlagan bilan o'xshash dedi. Lekin yot odamga basa hammadan to'laydi, ya'ni yo'qolib ketib qolsa to'laydi degan ittifoq. فما كان بينا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه. Muş adetimiz saklaş dairesi kişirdi o. Muş nakliş saklaştan ibaret da ittifakıya olsa saklagan buldu. وما كان غير بين أنه حفظ اختلاف فيه. Bu saklagan dairikende o saklaganlık bulmamda o da ihtilaf bulup kalıyordu diyor. İni bulmagan meselede ihtilaf bari. مثل اختلافهم في المذهب في من جعل وديعة في جيبه فذهبت. Mesela Maliki mezhebi ulamaları bunda ihtilaflaştı. Yani bu hifz mi hifz emas mı diye meseleni belgileştik yapma. Mesela birisi bir amanetini bergen bo'lsa, buni qachida qo'yniga solib qo'ydi. Jib deganda mishalga bo'yni ko'rinib turadigan o'sha kiyimninki ochiq yeram. Val yadribna bi khumurihinna ala jubihinna. Yani ro'milni o'sha bo'yni ochiq qoldigan yagi yo'gisoninga. Lakin bu amanatni bersen açılımdan qo'yniga solib qo'ydi. Yani ma yaqisining to'nidan adatma ayollar da sınırlaşmalı. Yani bizden uygulduğumu buranın toğanımı kelgen saatçımda koyulsa koyulsa battı. Hadi bu yan çıkamaz mı abi? Yan çıkamaz. Asıl cevaba çok yanmış bunda bir yani uyapmasın. Bir kama, şunda bir azgaldak, urektak,
yoki unda bir chuqur vijiyani bildirdi. Yani şama shunda chuqur yog'ilgan balki jo'bdagi. Ji. Uyutgichdan bo'lgan mehmon berdi. Hozir masalan, biraylar omonatni topshirib olgan ekan, obdan saqlasa, hech qanday to'lmaydi. Obdan saqlamasa to'laydi. Endi qanday ishlar obdan saqlanganini chirdi, qanday obdan saqlanganini chimaydi deganda bekitishda. Masalan, obdan saqlash hisoblanmoq deb ixtiloflashgan masalaning birisi, biz bir omonatni bergan bo'lsa, uni ham chiqsilab tursa, obdan joylashtirmay, elib bilan qo'yib saqlab qo'yibdi. Yoki maylisdan shundan kiyinmashiga saqlab qo'yibdi. Mushu hozir obdan saqlash bo'lamdi, obdan saqlash bo'lmaydi. Masalan, xuddi tushgan chiqib tursa, wal asharu annahu yadman. Endi mashhur qarashda Imom Malikning bu to'laydi debdi. Wa 'inda ibn Wahb anna man awda'a wadi'atan fil masjid, ibn Wahb Imom Malikning shogirdlaridan birisi, masjidda bir omonat topshirilgan kishi bo'lsa, faj'alaha ala na'lihi. Masjidda ekan, bu kashini ya oldida oyoqni qo'yib qo'ygan, kashini ichiga solib qo'yibdi. Mana saqlab tursa desa, ya ma soatni tartib chiqishi usul tutsin deb soatni bergan bo'lsa, u soatni oldida qo'ygan kashini ichiga saqlab o'tiribdi. Fadahabat, shundan soat yo'qib ketdi. Annahu la damana alayhi. Dahilda u to'lamaydi dedi. U kashini oldida qo'yganlik bo'lgan bo'lsa, bundan qarab turadigan bo'lsa demakchi. Lekin avval bichara qo'yib kashini ichiga solib to'laydi. ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان. Yani unutup kalıp çıkıp kaçıyor. Tülemdu. Bunu ıslappa. Mesela yensaha fi mevdu'in, mesela bir yerde unutup kalıp çıkarttı. Falan yerde koyup unutup koptu ma. Aşağı kaptı. Ev yensa men defa aleyh. Ben birisi bagentim dikin kim bagentim tazi isim diyor. Ben birisi bagentim deb unutup koptu. Ev yedda'iha raculan. Yani ikki odam mush qo'llarga o'sha omonat meniki deb da'vo qilib qolsa, hozir ikkilisning biz biraylarga to'lamdi degandek. Biraylarga qo'yib bizni ba'da, yana biraylarga to'lab beramdi degandek. Faqila yuhallafani wa tuqsamu baynahuma. Shuni bu qasam qildirib, ikkilis bilan deb tursa, qasam issa ikkiga tang bo'lib ketgan. وقيل إنه يضمن لكل واحد منهما. أنا تشكيل سكتوليدو. وأب قلبانا أسنا بريلين بردش تمام. أنت يعني برسكت ولا بردو دينده. يا كي رجال تقبض كم من دسا تشكيل سما من ده بناس باجن دسا. يا قرب كم تقبض كم من دسا تشكيلين ولا بردو. هذا أمانة باجن شو تقبضه. Kim ba'lim shu desa ikkalan bab men bagan dedi. Yani biraydan men bagan dedi. Ikkisi hozir egisi chiqib qoldi. Ha, bagadim unutib qoldi. Ha. Mana aw yansa men dafa'aha ilayhi. Yani bu omonatni menga kim bagan unutib qolibdi. Shundan ikkalan men bagan deb chiqdi. Qana qilamiz. Taqila yuhallafana va tuqsamu baynahum. Qasam qilsa keraklar. Tan taqsim qilgan. Biraydan qasam qilganini bilamiz. Qasam qilmaganini bilamiz yo'q. Vaqila innahu yadmanu yoki likul wahid minhuma. Yani bir qarashda ikkilarga to'lab birdi debdi. Aw yansan man dafa'aha ilayhi aw mudafa'aha. Aw çıkmasın. Amma yangi davma. Va sak tushirgan. Kimga o'rgatdim? Kimga agalgan unutib qolganda desam egisiga to'laydi, tamam? Aw yadda'iha rajulan, ishkilaydan bunda omonat bergan deb tursa, qanday bir taraf qilmaysa, bunda bir taraf qiladi. Wa idza arada as-safara falahu 'inda malikin an yudi'aha 'inda thiqatin min ahli al-baladi wa la daman 'alayh. Omonat saqlagan kishi safar qilmoqchilik qilib, men safarga chiqmoqchi bo'ldim. Bu omonat bordi deb bir odamga, shu yurtning xalqidan shaylik bir odamga omonat qo'yib, mansa yutib qolsa ladaman alayhi to'lamaydi. Qadar ala daf'iha al-hakim aw lam yaqdir. Yani hakimga topshirib berishga imkoniyati bo'lsin, shaygadan bergandan to'lamaydi dedi. Wa ikhtalafa fi dalik ashab ash-Shafi'i, faminhum man yaqul in awda'aha li ghayri al-hakim damina. Bular hakimga topshirib berish kerak. Yani
hükümet organlarından eski ama birisi amanetlikte ben sefer kıldım amaneti saklanlarda toşup biriş gerek. Başlar bir qarsa töreydi olurdu. Ama hükümet organları şu çağılda belki İslam devleti de amanet saklaydıgan urunlu buluşu mümkün. Daha sonra da urun yok. Ya mesela hazır bunda bir organ yok. Ve kabulul vedi'ati inde malikin la yecibu fi halin. Fil hal. Yani şu amanında mesela bireyden amanet ekerdi bizge. Ekergendiken mani saklap başlar dese. Saklap bilishimiz, şu çağda geçse kabul maquldan ilim saklap bilishimiz, kabul qilishimiz vacib mi? Vacib emas demekçi İmam Malik. Ve cumhurumuz shunda qaraydi. Ve min al-ulama men yara annahu wajibun idha lam yajid al-mudi'u man yudi'aha indahu. Bazı alimlar bu kişi amanet qo'ygan boshqa odam topilmagan ahvolda shuni xuddi muayyanlashib qolganmi shuni qabul qilishi deb vacib deb qo'ygan. Shu amsa'un min zaya ve bidudu. Wala ajra lil muda'i 'indahu ala hifz al wadi'a. Amanatni saqlab qo'yganga shartga erishyo. Amanat saqlab qo'ygan. Amanat saqlab qo'ygan kim? Mamashullar deb bunda Alloh. Lekin nima bunga? Savab bor. Shartga yo'q ama u pullar bo'lmaydi amanat saqlab qo'ygan. Endi nimasi bor ama bu güzellarda, aydırımlarda amanat saqlab turib, qiloldigan ish bor, bekatlarda bor. Hozir men o'qimayman. Buni mesela güzelda bekatda bordi. Mesela biz so'mkani qo'yib, kechda mesela, ya 4 soatdan keyin yani elib ketmoqchi bo'lsa, uni ko'tarib yurmaysiz mumkin. Yallam amanat qo'ydik. Mesela bizinde bu amanat nisbatda. Numar berdi, shu numarni akasak saqlaganga bir kunga ya bir soatga mashg'ullanib o'qib. Hali bunga shaqqa ba'zi bo'lmaydi. Endi o kafirlar savob umutmanni shaqaladan. Zahir musulmonlarga gapirib. Yani İslam devleti bo'lsa, endi amanat saqlagan o'rin qiladi. Bu qilmay saqlab tasib. Ha, İslam devleti bo'lsa. Masofdan saqlab tasib degan bo'lsa, sizgina demakdim. Keyin buna tushib ketdi ya shu saqlashning sababi bilan. So'mgini to'landi yoki ishlar tushirmayotgan sizgina to'landi. Sizginasini to'laydi. Lekin sizginasi bundan narsa bordi deb devilish ehtimoli bor, da'vo qilish. Asli yo'q bo'lishi mumkin. Bundan keyin devilish ehtimoli borki, u o'zi ya qasam qildi, ya shuni ishida shunda borliqni isbot etish lazım. Yutganning sebebi oltin. Tabi so'mkini berib, so'mki $100 ming turadi. Kim bilan $100 ming bağımlı yo'qmidi? Biz poyizdan ulasasa, qiymatini yozdik. Bizlar qiymatini chiqarsa, so'mkini qiymatini yozsa, so'mkini to'liq to'lab turishimiz kerak. Endi hozir bularga ishlar bu islom shariat ahkamini ijro qilganlikdan shunda qiyosh emas. Sahobat unkaga qo'yish. وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها. وقاش أمانة فرال وجاي يا كشقيم قندا بخيزة بولغان بول الناس لازم بوسا ونسخنا كيف برضه أمانة تنيسة وأمانة سقلان بيرو ونسخنا كتران بيرو. واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو في من أودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح فيه. Bir kişiye amanet koyuluptu. Koyulgandan keyin onu taaddi qilib, bunu ishlatdi bu. Ishlatib tijorat qilibdi buni. Paydapti. Hal zalika ribhu halalun lahu am la? Bu halalmi emasmi? فقال مالك والليث أبو يوسف وجماعة إذا رد المال طاب له الربح. Ana pulna, amanet pulna, ikisi qaytsa, qaysini o'zab qolsa alaladi. Va in kana g'asiban lil mal. Bu ash amanatni g'achchida tijorat qilayotganligidan bu amanatni g'asb qilib, ikisidan ta'tildan ishlatgandek hukmlanadi demak. Shunda bo'lsa-mu, lekin qayda urg'alar. Fadlan an yakuna mustawdan. Amanatga amanatda boshda, ha?
Yani ve imkan gasiban lilmal müşahişe düşünüşlük. Bu mal ne mesela tatı ağanlı uykudu bozma. Amanın gaç ticaret sağlarken bir adamın malın tatı bulap şirkende buldu değil. Ay kendisi projectör. Gerçi gasip bozma bu payda onun alan buldu dedi. Fadlan an yekuna mustavda'an. Gasiban lilmalda buluttu. Amanet tefsirullah oldu elbet buldu. Lakin amanetne şu ticaret sahasında şu gasip buldu. Aşı ticareti kişiden kendine gasip. Yengil parayla akşam. Demek anda gasptan anda sal yengildirek gasp mavu demek. Yani anda kabih gaspta caiz bulabitti, halal buldu. Şimdi mavu yengiler gaspını elbette buldu demek. Doğru. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل أصل أمانة برتبشرده ويتصدق بالربح فايزنا صدق لرتده ونغلط ما يدود ماشي وقال قوم وحمل مذهب من قرش ليلة لرب الوديعة الأصل والربح شو أمانة من يجلس فايزنا ما يدود bir vaqalik var. Salata awahul ghar. Şunda birisi bir amanat qo'yibdi, keyin uni avutib bir chaqni kelgan chaqda ash turgan patlangan misiniki desa, bu adam zang'atsa ya desa ya, buni men endi avutib qo'ygandim, so'ngda olib ketdi. Ya'ni bir adam ishlab, shaqni olmay ketib qolgan. Shaqqa shu yallig'uvchida amanat qolgan. Shunama uni keyindan ishlatib avutib qo'ygan. Kalelab uni avutib qilib shunda bir to'pqa bo'lib ketgan. Ular buni amanatni egizga berdi, foydasidan hammani. U endi bir narsa hech nima qo'ymay ketdi. Hech nima bermay ketdi-ku hammani. Nima mushi dalil bo'lishi mumkin. Bu sayyidisim. Ma Hanbali mazhab shunga aytishdi, bakamal qilmoqchi. Avla qiyas va usul bu dat nazariya sizga. O'zi taqvo bilan ve istihson yaxshilik qilgan tanisda tayindan vajibda. Bunga shunda bir shak vojib emas. Aslida amanatni dayon bo'lsin ham. Yanında davom. Deydi. Endi yana bir ehtimol bu shunda amanatni topshirib amma yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketgan. Topolmadi. Lekin hozir iyisi biz biladigan bunda ahvolda ekan. وقال قوم هو مخير بين الأصل والربح. هو degan sahib al-wadi'ma. Ishkilon birni tanlatimiz debdi. Bunday faiz bajjiqlar ketgan bo'lsa. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. التجارة هم فاسدة. وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات. بلا ölüp ketip qalsa aş paydını sadıq qılıb vacib deb qaraganlar. Demek ölüp ketip qalsa o soğudunu yandırıp cahil düşürüş imkanı bulmanıken qilish lazım emas. فمن اعتبر التصرف قال الربح للمتصرف. Bu hazır ticaretni kim qilgan? Kuchlik kim chiqargan desa, amana saqlash tijorat qilish nima? Foyda shuni bo'ldi. ومن اعتبر الأصل أصل كل كلمة كتابة أمانة قوتنا قال الربح لصاحب المال هناك أمانة قوتنا بلطف عتاب. ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرف المال الذي أسلفهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من بيت المال فتجروا فيه فربحا قيل له لو جعلته قراضا فأجاب إلى ذلك. Demek muş vaqalikda şu qirodning mudaribining dalili sifatida biz mushuni tilg'ilib o'tgan shunami? Mush vaqalik shular ish bo'ldi deydi. Demek bu paydadir sohibil mal bilan mutasarrifning o'tirishki bo'lib ketdi. Hozir yuqori qarashdan bizsa sohibil mal oldi dedi. Bizsa
amanat saqlovchi oldi dedi. Demak, o'sha asar hozir shu ishkilarga ishlab qolgandek ko'rindi ekan. Qilos bizda musoraba payini chiqgan yashganimiz bor. O'sha asar bo'yicha bo'lsa, yuqorida deb batmagan qarashdan biz chiqish kerak. Shuni qarashdan biz chiqish kerak. Undan keyin bir qarash chiqsa, shu qarashga dalil bo'ldi. Shu qarashga dalil. Ya'ni ana pulni malingizga oladi, amonat pulni malingizga oladi. Lekin foydani ish bilan tamom tushdi desa, o'chani dalil bo'ldi. Lekin uni nima qiladi? Ben tushib qoldim onda. Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem teslima Kitabul Ariye. Bu bölüm hazır ariyet ahkamları münasebet ekan. Ara yani ariye degan nadin kelgansa zahaba ve jaa. Berib kelib yani uning qo'li o'tab yana egisi qaytib degandek berib kelganini bildirar ekan. Shar'an ibahatul intifa'i bi'aynin min a'yanil mal. Bir narsani foydalangan deb berishni iborat edi. Odatda o'zi lozim bo'lgan jiq narsani ariya so'raymiz-ku. Mesela ambuni berib turslar yoki yo'g'on qozonni berib turslar memon batida. Ash ariyatin. Bu uchun ariyatimiz bu tushunishlik. والنظر في العارية في أركانها وأحكامها وأركانها 5 الإعارة bunun 5 rüknünün birisi ariyet biriş bunu bir ibaret vel mu'ir ariyet bagıcı vel musta'ir ariyet ağıcı vel mu'aru ariyet ilnigan nasa vel siga ariyet birdigan şu ariyet biriş istigan söz cümle amma al-i'aratu fiyya fi'lu khayrin ve mendubun iley. Yani ariyet biriş nima deb iborat? Yaxshilik qilish iborat. Yani buning hukmi nima? Mandub. Mandub. Xayr saqovat ishilmoqchi ekan. Vaqad shaddada fiha qawmun min as-salaf al-awwal. Dastlabki davrdagilardan sahoba tabiinlar ba'zilar buni sal qattiq chiniqib vojib deb qaragan. Yani ariyet so'sa birisi ariyet birishing vojib. Ariyet ba'zan şu günahkar olsa. Ruyan Abdullah ibn Abbas ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhuma ennehuma qala fi qawli ta'ala ve yemna'un al-ma'un ennehu mata'ul beyti. Muş ma'un deganda shunda tafsir qilgan. Mushkil. Bu uydagi narsa keraklar. Allazi yata'atahu an-nasu baynahum. O'zaranda bir-biriga berish ishlatilgan. Qo'ldan qo'lga o'tkazib ishlatilgan narsa. Minal fa'si wad-dalwi wal-habli wal-qidri va ma ashbaha zalik. Undan keyin bunning qarashida hozir vojib degan gap chiqadigan. Vojib degan yerga olib bu. Nima uchun oyatdan da fawaylun vaylun degan va'id keldi. Musallilar bunda deb kelib ondan va yamna'un al-ma'un. Ariyet kirdiler soğusunun demet rolgan bunda usal güylü bu degan ekan. Dozaqda yetişiği sevap bağışlarının birisi şu. Bundan ki bu va'id. Va'id degan anda vacib şekilde demekçi ekan. Baş tafsirlim bor. Baş tafsirli mesela zakat deyish mumkin. Vacib bo'lgan zakatni bermaydi deyish mumkin. Shunga o'xshab ba'zi bir tafsirlar bor. Lekin maash kelgandan keyin shu demekçi ekan bu. Yani bu vaciblikni ko'rsatadigan qarash demakchi. Lekin jumhur olimlar, fuqarolar so'ramasa, nima mustahab deydi. Va amma al-mu'iru endi ariyatga bag'ichi qanday kishi fala yu'tabaru fihi illa kawnuhu malikan lil-'ariya. Bu arada şu ariyatga bag'gan narsaning o'zining egisi bo'lishi lozim. Elbette tasarruf qila oladigan odam bo'lish lozim. Mahjur alayhi emas. Hamma narsa ariyatga ba'zi bo'lmaydi, ham o'zi hajr qilingan adam bo'lmasdan to'liq tasarruf qila oladigan shu narsaning egisi bo'lishi lozim. Imma li raqabatiha yoki shuning o'z egisi yoki imma li manfaatiha ijara ilibmas. Ishlatgan odam bo'lsa, foydalanish huquqi bor odam bo'lsa, uni ariyat bera oladi demoqchi ekan. Wal azharu
أنها لا تصح من المستعير أعني أن يعيرها. آريت ağan kişi bir narsa aret edip ikisinden başka adamga u aret beralamda qo'ldan qo'l qo'yib bunda o'z bo'lamdi deganida talash tatish bor. Lekin al-Azhar ma Ibn Rushdningki tarjihi nima? Aret berilmaydi. Masalan, biz o'yni mehmondan darslik qilib yo'g'on qozonni ya o'choq, yo'g'on qozon o'choq narsani sizdan aret oldim. Balki biz o'yda qoldi bu. To'y tugida ya mimadasi. Bu qozon ya tug'a vaqtida yana biridan qazonlarni bir kasa mag'achdan uni tutib qo'ysam, bir qarashda bo'ladi deydi. Ma Ibn Rushd tarjih qilgan qarashda bo'lmaydi deydi. Asli igisidan aret qilish lozim. Wa amma al-ariyatu fatakunu fi ad-dur wal-aradin wal-hayawan. Ariyat degan yani uy nima bo'ldi deydi. Ziminlar bu. Sinema uyga mehmon boshladilar degan tekmasa. Wal hayvan yakima eshakni shiltolla degandek. Wa jami'u ma yu'rafu bi'aynihi idha kanat manfa'atuhu mubahat al-isti'mal. Yani o'zining shu narsa o'zi boshqa narsadan ayirib turadigan, aniq qiladigan narsa bo'lsa, uni halol bir ish qilgan bo'lsa, shu aret berish bo'ladi. ولذلك لا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع. هذا مباحة الاستعمال يعني قرطالات. يعني ديدكنا başkalar selozurun vallahi da bunu alet gibi azlasa bulmaydı. Çünkü caiz olmaz. Mubah olmaz şu. ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم. أنا كذا بخدمات بيشنا كلش باسون ديدكنا بربطوسلا. Zo'y mehmondarsi bordi, ishni qilish qasdin deb qolsa, u uylar chiqilib qo'yishdan ansirash bo'lg'achqa, shu mahram bilan undan ishlatilishga bas bo'ldi. Mahram bilan bo'lsa, mahram bo'lsa joiz bo'ldi. Lekin mahram bo'lmasa makruh bo'ldi deb. Ishlatilishga. Istimtamasa ishlatilish. Uyda xizmat qilib berish masalasi. Va amma sigatul i'ara, aret berish uchun qanday so'zlar ishlatadi degan kelsak, fayyakulu lafzun yadullu alal izni. İcazatni bildiradigan so'z bo'ldi. Va aqdun jaizun inda Shafi'i va Abi Hanifa. Bularning nazarida bu jaizligini g'ayri lozim bo'ldi. Yeni bilish bo'lgan to'xtam bu demiş. Jumhurning nazarida Imom Ahmadning shu bilan billah. أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء. Yani aret bergen kişi özün aretini halsa yandırvası buldu. Aret bir pulap ekesle buldu. Bermemede yandırvası buldu demiş. Elbette vacip diyen karışıklı müşahede ağaççı çıkıdan. Ya bu kaydırvarsan yani sen vacipte amal kılmay günahkar olsa dişmek. Maalesef cumhurun karşı boyunca mustahab diyen karşı boyunca davet kılıyor. Ve qala Malikun fil meşhur. İmam Malik meşhur rivayette leyse lahu istirca'uha qabla al-intifa'. Bu aredilip işletilişten burunlan qaytırasa bulmaydı o demek. Bu xuddi hibisida yanğanlıqqa işte qo'shtilganlarga o'xshatgan bo'lsa. Berib bulab yana olganligi. وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة. مثلا manchkin ishlatoladigan bo'lsa manchkin zodi shuni ishlatilishi berishi lozim. Undan burun akasilab öpkesi bo'lmaydi. وإلا ما يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية. المدة belgilangan bo'lsa kishilar odatdan nima shuni ishlatilishga odat manchik muddat ishlatildi deb qaraydigan muddat. To'yda kelsa 5 kun masalan. Mehmon batasi shu 5 kun. Oyda ishlatib oldigan, qazon narsa bo'lgan bo'lsa, shunchalik bekisi bo'ldi. Urf odat belgilaydi buni demakchi. Va sababul xilafi ma yujad fiha min shabah al-uqud al-lazimah va ghayr al-lazimah. Ya talashlarning sababi bunda lozim aqdi, ya'ni yeni olmaydigan to'xtamlarga o'xshab ketadigan tarafi bor.
yeni velisi bulduğun tohtamlarına okşap gittiğin tarafı var. وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَكَثِيرَةٌ Anda ariyatninki ahkamları bucak. Asasıma kitabı ariyatı bu ahkamı toktuldu diyen tuğal. Ahkamı kâsek bu bucak. وَأَشْهَرُهَا Anda biz bu yada ammana bayakıma meşhurlar bayakıptuk. هَلْ هِيَ مَضْمُونَةٌ اَوْ أَمَانَةٌ Bunun meşhur meselelerden birisi şu ariyatni ağam kişi. Bunu mesela işletiş jarayonida buzib. Ariyat edib normal işletishni qilmay, qo'sh dirектindagi tashlasa albatta to'laydi. Ha? Bu haqning narsini shundan vayron qilayotgan bo'ldi. Lekin masalan istikan, ha? Çaydan, bu narsani shu odatda mehmonga chiqib o'tib, choy quyib o'tib, nuqishib tasida ishlatayotgan jarayonda buzib ketdi. Ta'addiy qilmadi. Ha? Mushunda ahvolda to'lamdi, to'lamamdi degan masala. Kaminhum man qala innaha madmuna. Ba'zi olimlar to'laydi buni. Ya'ni buzib qolsa, ariyat ishlatishdan buzib qolsa to'laydi. Wa in qamat al-bayyinatu ala talafiha. Buzib ketganga bir isbot ekasmi? O'sha mehmon chaqirgancha choy quysa tasdi. Chiqib ketdi, chekketdi, qada qilmaydi desimi? Guvoch bo'lsin shu men o'tagaman mallar. O'chadi to'laydi debdi. Ya'ni o'xshini apirganga. Wa huwa qawl ash-shab va ash-shafi'i. Bu İmam Malik'ten şagirdlaridan Ash-Shabning so'zi, İmam Shafi'ning so'zi, ya'ni İmam Ahmadning so'zi va ahad qawlay Malik, ya'ni İmam Malik'ninki o'zining kelgan qarashdinki qarashdan birisi debdi. Demak bu jumhurning so'zi ekan. Nima? Va minhum man qala naqib hada. Ba'zi bunun tam ta'tillan debdi. Va huwa annaha laysat madmuna aslan. Ya, qat'iy to'lamaydi buni. Va huwa qawl Abi Hanifa. Bu İmam Abu Hanifa'ning Avza'i'nin, yani Zahiri'nin, yani İbn Şubrum'unki qarşı ariyatni to'lamaydi degan qarash. Wa minhum man qala yudmanu fima yughabu alayhi idza lam yakun ala talafi bayyinatun. Yani ba'zilar ko'zga ko'rinmay turgan narsa bo'lib qolsa, buzilganligi bir isbot bo'lmay qolsa to'laydi. Ko'z ko'rinmaydigan narsa, ko'z ko'rinadigan narsa deb ayirgan to'g'ri. Ko'z ko'rinadigan narsa bir qo'y, kalam, eshak, bunday narsa, arva, mashina, bu ko'z ko'rinadigan narsa. Ko'z ko'rinmaydigan narsa, uy ichida hech kim ko'rmaydigan narsalar. Ashuna narsa, kichik narsa. Wala yatmanu fima la yughab alayhi. Ko'z ko'rinadigan narsada to'lamaydi. Chunki bunda buzib ketdi, eshak o'lib qoldi desa, qo'lon qo'shnilarcha qadamni ko'rdi uni. Undan hech kim ko'rsatmay yurishtirib turgan narsamiz. Ya mashina go'ppida bir ish bo'ldi desa, bu voqeani ko'rganmiz. Wala fima qamat al-bayna ala talafi. Buzib ketganligiga bir isbot bo'lgan narsani to'lamaydi debdi. Endi uchun maxfiy narsani to'laydi-da, tuhmat. Chunki buzib ketdi deb qo'yib so'qitish mumkin. Gumon bilan qaraymiz deganni ba'zi maliki mazhabda. Yani fima yughab alayhi degan ko'zdan yiroq bo'lgan narsalardir. Va huwa madhab Malik al-mashhur. İmam Malikning mashhur qarashish ekan. Va Ibn al-Qasim va akthar ashabihi. Asosan Malik mazhabida esa qilgan qarashi. Osman al-Battinining qarashi bu. Va sababul xilaf ta'arud al-athar fi dalik. Ve gadir yada madmuna degan qarash va jumhurning qarashi. G'ayr madmuna Abu Hanifning qarashi hamda ko'z ko'rinib turgan narsa bo'lsa to'lamaydi, ko'z ko'rinmas to'laydigan o'tirda turgan Imom Malikning qarshi. Shu qarash bo'ldi. Talashlar sababi mushada hadislar bir-biriga zid kelib qolgandek ahvol bor edi. Va dalika warada fil hadith al-thabit, yani sayyid istadimcha, thabit degan. Asli Buxoriy Muslim kelgansin demak chiqdi. Lekin sayyid Buxoriy Muslim kelmagan bo'ldi. Annahu qala sallallohu alayhi vasallam li Safwan ibn Umayya. Yani Safwan ibn Ya'la ibn Umayya bu qisqartirdi. Umayya degan cho'ng dadasi. Bu hadisni Ahmad va Hakim va Abu Dawud rivoyat qilgan. Sayindi yo'q, ha? Li Safwan ibn Umayya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safwan ibn Umayyaga debdi. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu Safwan ibn Umayyaga buning g'azotga chiqqan chog'da bu kafir tushdi, ha? Chiqqan chog'da
mana 30 tal tuga 30 tal qalqon berib turgan degan. Ya'ni kim bu? Safvan nimada? Bu ariya madmunami yoki muaddami deb so'ragan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, bal muadda yoki bal ariya muadda degan. Nima hadisda ya kelganlarcha hadis kitobida kelmagan bir lafz bor. Bal ariyatun madmunatun muadda deb bunda kelmagan. Hadisning lafzida ariyatun madmuna aw muadda esa bal muadda degan. Abu Davudning rivoyati shunda kelgan. Lekin bu yerda madmuna muadda degani hozir shu muadda deganning ma'nosi madmun degan bo'ldi deganda shu izohatida qoldi. Bunga qarshi sig'ilib savolatga qo'yib Shu muadda degani amonat deganni bildiradi deydi. Madmunaning qarshiligi bo'lgan. Amonat to'lanmaydi. So'rgan vaqtida birisi qarshi so'rgan. Qarshi qilib so'rgan. Safvan qarshi qilib so'rgan. Lekin bal muadda degan ekan, yo'q madmuna emas, senga chiqdi deydi. Ana bu gazet. Jumhur muadda degani shu madmunni degan gapdir. Wa fi ba'dha bal ariyatun muadda. Ba'zida bal ariyatun muadda deb kelgan. وروي عنه أنه قال ليس على المستعير ضمان ليس على المستعير غير المغل ضمان deb kelgan hadis. Bu hadis daif. Darqutni rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin yuqorqi hadis shu to'g'ri rivoyat, maktabdagi rivoyat unda hadis keltirdi yo'q. To'g'ri rivoyati bal ariya muadda yoki bal muadda degan rivoyat sahih rivoyat. Abu Davudning. Endi bu mazhablarning ichida bunday qarashim bor ekan, juma. Davud az-Zahiri debdi, shart qilib qolsa to'laydi. Ya'ni buzib qolsa men to'layman deb shart qildi. Yoki buzib to'laydi juma deb shart qilib qolsa to'laydi debdi. Bu Davud az-Zahirining qarashi. Lekin Zahiriylar cho Ibn Hazm qatorli Zahirlar Abu Hanifa bilan billah. Endi Rabi'a, Imom Malikning ustozi Rabi'a bu ash amonat olgan narsa o'lib ketib, qo'ldan ketib qolsa, bu chog' to'lamaydi. Unda o'lamigan aqasamaviy ham. Uni hech qanday yo'q. Namon undan boshqa ishlarni qilsa to'laydi demoqchi. Yani bu yerda faman rajjaha wa akhadha bi hada asqata ad-daman anhu. Mush laysa 'ala al-musta'ir ghayr al-mughall daman degan mushaddisna Allah to'lamaydi dedi. Abu Hanifa qatorli olimlar demoqchi. Wa man akhadha bi hadis Safwan Safvanning hadisini Allah Sayyidina Allah Safvan ibn Umayya yani Safvan ibn Ya'la ibn Umayya hadisini Allah alzamahu ad-daman to'laydi dedi. ومن ذهب مذهب الجمع فرق ما بين يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه bu Maliki'nin qarşı فجعل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه bak hadisning birisini aniga birisini ma'no ishlatibdi shunday qilib hamma tanga qo'lda o'qib qo'yibdi إلا أن حديث الذي فيه ليس على المستعير ضمان يعني ليس على المستعير غير المغل ضمان degan mushadis غير مشهور bu ضعيف hadis وحديث صفوان صحيح هنا صفوان حديث صحيح lekin maktab kelgan iborat sahih emas shu Abu Davudning rivoyati kelgan bal muadda degani sahih ومن لم يرى الضمان شبهها بالوديعة to'lmaydi deganlar yana Imom Abu Hanifa dalili nima yana qiyos qildi vadiyaga qiyos qildi bu omonatda omonatga o'xshash bu endi bu omonat deyishda yani shunda qiyos qilishda hadisning lafzida hozir shu Safvanning hadisi Abu Hanifaga dalil bo'ldi bularni anda muqobala qilib so'g'ini jumhurning qarshiga emas Abu Hanifaning bakray dalil bo'ldi madmunami muaddami degankin muadda degankin madmun emas degan gap chiqdi. Qonundan dalil qilmasangiz qarshi. Kim? Jumhurdan. Muadda deganni bular ya'ni shular ado qilgan, ya'ni qaytirib to'laydigan degan mazmunga olib boradi. Endi bu Abu Hanifa muadda degan so'zni qismi, mesela o madmuna muqabil muadda demasmi adda deganni bal muadda desa şu adda degan nima? Yani amonat degan. Yani innalloha ya'muru an tu'addu al-amanata ila ahliha degan amonatni ado qilgan degan shu to'lamay shunda egisga topshirsa agar buzib ketib qolsa to'lamaysiz degan bo'ldi deb adda degandan men dalil keltirdim. Amonatni adda ishlatganga to'lash. Amonatni to'lamaydi unda buni to'lamaydi demoqchi. Hamda
Hanefi mazhabidagi yana bir hadisni dalil qildim. Biz o'tganki nimada vazza'il g'arim dedik-ku, kafala. O'sha hadisda mana al-ariyatu muaddatun wal minhatu mardudatun ad-daynu maqdiyun vazza'il g'arim deb keldi. Demak, Allah az-za'im g'arim degan narsani olib tashlama. Endi bu hadisdan oldida mana 5da al-ariyatu muadda wal minha marduda dedi. Muadda degan shu amonatni hukmida demoqchimishlar. Ondan endi bir mazhab fikildaqa, ash muadda deganni nima deydi? To'lmaydi degan nas bu. Ya'ni bizning qarshimizda dalolat qilishi nas darajalik mushadisdan. Sizga dalil emas, bizga dalil bu deb turib. Yani madmuna degan gap yo'q uni. Muadda. Muadda degan shu amonatni deydi. Ondan yuqoriqlar maktabda aytildi-ku, madmunatun muaddada. Unda rivoyat asas kimga? Ya kasmonda say rivoyat emas. Va man farraqa qala. Farraqa degan vadi'a boshqa gapda, ariya boshqa gapda deb bu qiyas ma'al farq deganlar. Yani Şafii cumhurla el-vedi'atu maqbudatun limanfa'atin ad-dafi'. Vedi'a degan aş amonatni qo'yguchining foydasiga olib qo'ygan narsa. Yani shuning milni qo'dab qo'yish uchun. Vel ariyatu limanfa'atil qabid. Bu bo'lsa ariyat degan topshirib ariyat og'uchininki foydasi uchun ishlatib olay deb foydalanish uchun qilgan narsa deb bunda ayirib qo'yibdi. Yani qiyas suka ma'al farq demakchi bular. واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة. Yuqori olimlar masalan bizga bir narsa ijara berdi, bir mashina yoki uy, ana bir narsa ijara berdi, ama ijaraga berilgan narsa buzilib ketdi. Hali men ariyalar ijarada selishtirib ijaradan foydalanishni turtdi-ku. Bunda o'xshatsak, mashina ijaraga olgan bo'lsak, bu mashina ishlatish jarayonida biz hech qanday ta'ddiy qilmasak unda bijri buzilib ketdi deydi. Esa buni to'lamaydi deydi. Bunda ittifoqda to'lamaydi. Mesela uyni ijaraga oldi. Uyni ijaraga olib, biz o'zimiz joni rejim sundirib qilsak to'laymiz, tamam? Ta'ddiy qilsak. Lekin ta'ddiy qilmadik. Yani bu yoqda sirlardan shu saqib sirlar buzilib ketdi, unda bir narsa bo'ldi. To'lamaymiz. Bunda ittifoq deydi. Hani Şafi'iyye ve Ebu Hanife ve Malik'in. Müşülen mesela icare ağan narsa ta'addi qilmasdan buzilib ketib qolsa to'lamaydi degan ittifoq. Ve yelzamu Şafi'iyye iza sallama annahu la damana alayhi fil ijarati. Mana ijarada to'lamaydi degan gapga ittifoq qilib, ijara to'lamaydi deganga ma'qul kelganki Imom Şafii bu chog'da yana hozir ma'nuni ma'qul kelishi ilzami bo'lib qoldi. Alla yakuna damanun fil ariya in sallama anna sabab ad-daman wal intifa'. Mishara to'laydi degan to'g'ri ariyada. Bu to'lashning sababi nimasi? Foydalanish deb qolsa, ijarada to'laydi degan ekan, ariyadami to'laydi deyishi lozim. Chunki anamning intifa'da ma'ni intifa', anam to'laydigan ma'ni to'laydi deyishi lozim. Demak, agar manda deb qolsa Imom Şafii bu tutib qolgan bir yeri var. Şu İmam Şafii'ga raddiya berdi İmam İbn Rushd'dan. İmam Şafii ijarda bunda deb qaragan ekan, ijarni intifa uchun olgan narsa desa, to'lamaydi desa, ariyani intifa deb qolsa, to'laydi deb qolsa, o'shada meyada hozir o'zining tutgan yo'liga xilaf chiqib qolgan bo'ldi. لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فأحرى ألا يضمن حيث قبض لمنفعتهما. İcarada ikili tarafından manfaat için ağın to'ydi, ama yani men bu foydalanma ijara olgan kishi ijarani alib u foydalandi. Ikkilangan foyda bo'pti. Bu shunda ahvolda to'lamaydi desa, o'zining manfaati uchun olgan ahvolda cho'qim to'lamaydi deydi. Qiyas avliy ekan ma. إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان. mana إذ deymiz إذا مثلا sizinki zaman iz sekbege şunu. Çünkü bägçinin manfaati damanni tushirishda bekrak ta'sirlikdir. Bägçi foydalangan bo'lsa,
Ağzı tülmeydi digli oldu adette. Vaxtalafu idha şaratat daman tüleysiz de şart qasa hükmü qanda buldu degende ixtiloflashdi. Faqala qawmun yadmanu va qala qawmun la yadmanu va şartu batil. Tülmeydi bu qilgan sharti batil debdi. Ha yadman deganlar shart bo'yicha tüleydi debdi. Ve yeci ala qawli Malik idha ishtarata ad-damana fil mawdi' alladhi la yajib fihi alayhi ad-daman an yalzama İmam Malik hamda tülmeydi degan bir o'rinda tüleydi deb qalsa ala qawli idha ishtarata ad-damana fil mawdi' alladhi la yajib fihi alayhi ad-daman hamda tülmeydi degan bir ahvolda tüleydi deb shart qalsa qanday bo'lish kerakda أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية. Maalesef alet vermez peki manda şartından da şart olmaz. İcarada төлeme için ama icarada төлeydir gene şart kalan bolsa qanday oldu? Ücretli misli ketdi. Bu ijara fasli olarak ücretli misli önüp ketdi. Lakin ariyat nima? İstirat daman qilib qalsa ücretli misliga ketib qoladi demoqchi. Yani şartta yuxrijul ariyata min hukmil ariya ila babil ijaratil fasl. Şartı daman qilgandigan ariyat ikidan fasl ijara dairasiga chiqdi. İdaka mesela ariyatgan. Bu ariyatga to'laysiz deganda shart qilib qo'ydi. Ha? Mush shart hozir qanday qildi? Buni ariyatning hukmidan chiqarib naga burib tashlaydi, ijara fasligiga burib tashlaydi. Bu chaqda ujratul misl vojib bo'ldi. إذا كان صاحبها لم يرضى أن يعيرها إلا بأن يخرجها في ضمانه. إذ كان صاحبها demiz. Çünkü bunu ilgisi ariyat bilishga unmadi dedi. Faqat lam qanda qilgan jazorat vermasa sen tursan ariyat oldu degandi dedi. Undan boshqa rozi bo'lmadi. Fa huwa ivadun majhul. Undan ekan bu namalum bir bedel olmadı. Yani bu tulash ehtimolga bağlışı mümkün, yok oluşı mümkün. Ama bu hazır bedel namalumda günah olib qoldi. Faycib an yuradda ila ma'lum. Undan ekan bu ijara fasida deb nima qaytarmas? Ujratul misli qaytarmas debdi. Vaqtulifa an Malik va Shafi'i idza gharasa al-musta'ir wa bana. Endi ariyatga bir zaminni elab bunun köşet kittuğunun pullu saptı. Summan qadatul muddatul lat ista'ara ilayha. Mesela 5 ay 6 aygan bolsa bu muddat to'shtadir. To'shgandan keyin uni qanday qilish lozim desa, faqala Malik al-Malik bil khiyar in sha'a akhadha al-musta'ira bi qal'i gharasatihi wa bina'i. Ash o'yinin egisi, ziminning egisi ixtiyorlikda. Xalsa qumurutda madraqni chaqama uyoni deydi. Va insha atahu qiymatahu maqlu'an. Xalsa ko'chatni qumurutga olib baholab, uning pulini berib qoladi. Idza kana lahu mimma lahu qiymatun ba'dal qal. Ya'ni qumurab olib bo'lgandan keyin qimmati bor bir ko'chat olib qolsa, shunday hisoblab pulini berdi. Qomamay qoldirib qo'y, lekin pulini beraydi deb rozi qildi demoqchi. Wa sawaun anda Malik inqadat al-muddat al-mahdudatu bil-shart aw bil-urfi aw al-'ada. Yani İmam Malik'in nazarında aş belgilengen müddet şart bilan to'shgan bo'lsin. Manchinchi ay qadar deb masalan. Yoki urf odatda masalan 10 chiqcha yoki bundacha qadar ma'ashni qilib olgan qadar deb shartlashgan bo'lsin. Qanday shart bilan tugab ketgan bo'lsin o'xshash dedi. Ve qala Shafi'i idza lam yashtarit alayhi al-qal'a falaysa lahu mutalabatuhu bil-qal'a. Mesela ko'chat tiksan buni keyin qaytgan chaqda sen qumur olsan deb shart qilmagan bo'lsa, o'sha qumur olmani deb talab shart yo'q deb Imom Shafi'i. Bal yukhayyarul mu'ir. Balki ariyat bergan kishi ixtiyorlik qilib qo'yildi bi an yubqihi bi ajrin yu'tahu. Manchful beray mush ko'chatni mana tikib bergan bo'lsin, shaq bergan bo'lay deb bunda rozi qilishni tanlasin bo'ldi. Aw yunqada bi arshin. Yoki azroq tulan berib chiqib o'tish. Aw yutamallak bi badal. Yoki azroq pul berib meni o'sin deyish. Fayyuha arada al-mu'ir ujbira alayhi al-musta'ir.
Bu şunun qarşısını tanlasa, alet ağacı şunu zorlayımız dedi. Mecbur qabul qilish lazım. Fa in aba kullifa tafriq al-mulk. Bunun hech qarşı bo'lmasa yoki alet berib tanlagan ishga unumasa, bu chaqda alet bergan zimin nazir bakalat ba. Daraxtın olsa o'mrab ishga, bino olsa chaqib yog'och tashlagan ishga deydi ekanmiz. Wa fi jawaz bay'atihi lin-naqd indahu khilaf. Chaqirishning o'rnida mana setib bergan deb so'zlashi bo'lamdi deganda ixtilof bor demoqchi o'xshaydi. Mulk degan zimin. Shu ziminni bakalat bergan. Masalan, aretga bergan ziminni. Yani aret berish muddat to'shtiman. Men ziminni qaytib olmoqchi. Qaytib olaysam bunda aret olgan kishi chikin ko'chatli bor, sab qo'ygan uy bor. Yani buni mana ya qilray man qalsin, yani hech qachon unumidi. Unmadigan qanday qilmaydi? Men ziminimni qo'limga olmoqchi. Ziminimni qo'limga olay. Men qilgan ko'chat qurilishni echkaslar o'zim. Menga zimin lozim deb ziminni tartibimiz. Tafriqa bo'lib degan shu ziminni bakalab paslar. لأنه معرض للنقد. Yani bu çekildiğin boğan iken sordu şeyle meşgul biray deb so'rashib qolsa bo'lmasa ففي جواز بيعته للنقد عنده خلاف bor. لأنه معرض للنقد. Çünkü ama çekilib ketish ehtimoli bo'lgan narsa bu. Unda o'z pul berib, rozi qilib setib olsa bo'ladi demoqchi o'xshaydi. Farash Shafi'i, Imom Shafi'i debdi, inna akhdahu al-musta'ira bil-qal'i dun arshin huwa bunna. Tugan ba'maylanma kishini qurval desa bu zulm bo'lib qoldi debdi Imom Shafi'i. Wa ra'a Malik anna alayhi ikhla al-mahall. Imom Malik dedi buni bakalab bizga ziminni topshirish lozim bu debdi. Bizning narsani ichkatmandan deymiz demoqchi. Wa anna al-urfa fi dalika yutanazzalu manzilat ash-shurut. Urfada qanday desa, unda bizning ijara bergan bo'lsa, uni ko'chatga qo'ygan bo'lsa, o'zining banaslarni ichish kerakdi. Bu urfada shartlashgan bilan o'xshash. وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال. Yani İmam Malik aşaret ağanlasını bir işletip, adetteki işletişten bakırak bu Kur'ay tutulgan ya ki kımmetin tuvalı tutulgan bir kıl işletse tüleydiyordu. Mesela bazı nasıl var buna sen kızıp ketmeydiğin derece arama oturup işletiş. Ama mesela motor ya binasını Jigim tutsa, to'xtatma ishlasa, buzilishi mumkin. Zaman ashunda bir xil ishlatib qolsa, yoki masalan 20 tonnalik mashinaga 1 tonna yuklab qo'ydi masalan. Endi qilsa, bu chaqda uni buzilishiga sabab bo'ladi. Oldin ketishi mumkin. Undan iste'mol orqali kemib ketgan bir bo'lsa, buzilib qolsa yoki shuningki nimiz to'lab ketib qolsa qimmati bu joy to'laydi dedi. Shu kemib ketgan miqdorni to'laydi dedi. Şey mumkin. Vallohu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.